kelin tushgan uyiga begona ekanining eng birinchi belgisi kelin nimadir ish qilib xonadonga kirganida hamma jim bo'lib qolishi bu birinchi begona ekanini bildiradi. Yoki oilada muhim, ahamiyatli pul bilan bog'liq, oilaviy tadbirlar bilan bog'liq, oilaviy farzandlar bilan munosabati bilan bog'liq holatlarda faqat buvijon va bobojon va turmush o'rtoq qatnashib, kelinni qatnashtirmaslik yoki u kelganda jim bo'lib qolish bu kelin begona ekanini bildiradi. Va chindan ham bu kelinlar o'zi kim bilandir gaplashib o'tirganda qaynonasi kelsa jim bo'lib qoladi. Chunki u o'zini begona ekanini allaqachon his qilib bo'ldi. Kelin qachon sizni uyingizga begona emas, shu uyning farzandi, iqtisodiy jihatlarga ham fikr bildilar oladi. Farzand tarbiyasida ham u ona o'zini farzandiga nima kerakligini o'zi yaxshi biladi. Katta-katta yig'in va tadbirlarda kelinning ham fikri inobatga olinganda mana shu kelin shu oila uchun turib beradigan kelin bo'ladi. Mana shu oilani ko'chalarda kimdir g'iybat qilib yomon gapirib qo'ygan taqdirda ham men oilam haqida unaqa gapirmang deydigan kelinlar bo'ladi. Begonalashtirish emas, yaqinlashtirish kerak.